huruful mutashabiha kitabatan. Harflarni yozilishi bir-biriga o'xshaydigan harflar. Ya'ni yozilishi bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Adashtirilishi mumkin bo'lgan, adashtirilishi ehtimoli katta bo'lgan harflar. Bu o'quvchilarda ham juda ko'p uchraydi. Ba'zida b bilan nunni, t bilan yana adashtiramiz nuqtalari sababli. O'shalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi harf b harfi. Demak, birinchi harfimiz b harfi. B ning nuqtasi pastda joylashgan ekan va oldidagisi na. Na ning nuqtasi esa tepada. Keyingi harfimiz t harfi. T harfining nuqtasi ikkita tepada joylashgan nuqtalar. Ya harfida esa ikkita nuqta pastda joylashgan. Bu s harfi, chuchuk s harfi. Bunda mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, tayoqchalari yo'q, hech qanaqa. Tishlari yo'q, ya'ni. S. Bu esa sh harfi va bunda mana 3 ta tishi bor. Endi buni ham ko'pchilik adashtiradi. J harfi nuqtasi pastda bo'ladi. X harfining nuqtasi tepada bo'ladi. Z, ro. Z harfida nuqta bor, ro harfida nuqta yo'q. Shunday ekan, z bilan d harfida ham xuddi shunday. Z harfida nuqta bor, d harfida nuqta yo'q. Do, so, zo, to, g'o, g'a, sh, s, f, qo. Bu harflarni ham ko'pchilik adashtiradi bir-biri bilan. F da bitta nuqta, qo da ikkita nuqta. La, ka, la, ka. La bilan ka ham bir-biriga juda ham o'xshash, lekin ularning farqi, mana e'tibor bersangiz, pastga tushganida. La satrdan pastga tushadi. Ka bo'lsa satrning ustida turadi. Mana. Satrning ustida turadi hamda cho'ziladi. T va h. Bu ikki harfning ko'rinishi bir-biriga o'xshash bo'lsa ham, nuqtasi bilan bir-biridan ajralib turadi. Endi a, la. Bu harfda ham juda ko'pchilik adashadi. Sababi, mana e'tibor bersanglar, ko'rinishlari bir xil. Faqat bu yerda hamzasi bilan farq qilyapti. A, la, a, g'o, t, h, na, za, f, g'o, a, g'o, a, ayn. Mana shunda ham ko'pchilik adashadi. Hamza bilan ayn harfida. Hamzaga e'tibor bersangiz, kichkina. Va u hech qanday harflarga qo'l bermaydi. Aynga e'tibor bersak esa, uni mana bu bosh qismi katta hamzaga nisbatan hamda o'zidan keyingi harfga qo'l berar ekan. Endi keyingi qismimiz al-huruful mutashabiha nutqan. Nutqida bir-biriga o'xshash bo'lgan harflar. Nutqida bir-biriga o'xshash bo'lgan harflar, ya'ni mahrajlari bir-biriga yaqin bo'lgan harflar. Ular ba'zi bir sifatlar bilan bir-biridan farq qilar ekan. Birinchisi qo. Qo, ka. Qo, ka. Biz o'zimizning o'zbek tili, ya'ni ona tilimizda ham shunday harflar uchraydi. Bizning tilimizda bu grammatikada jarangli va jarangsiz harflar edi. Jarangli harflar bilan jarangsiz harflar. Masalan, t bilan s. Hop, davom etamiz. Qof, kaf. Qof sal chuqurroqdan, kaf esa yuqoriroqdan chiqadi. Z, za. Z bilan zaning farqi, z chuchuk holatda tishlarimizning orasidan chiqadi. Z da bo'lsa tilimiz ishtirok etmaydi. S chuchuk holatda talaffuz qilinadi. S esa ham sifatiga ega. Zo
the. Zo yo'g'on talaffuz qilinadi, og'zingiz havoga to'ladi. The bo'lsa ingichka talaffuz qilinadi. T, d, t, d. Bu harflarning bir-biridan farqi tilga qanchalik qattiq bosim berilishida. D da qalqala sifati bor. Buni keyingi darslarimizda ham o'tamiz. D da qalqala sifati bor, ya'ni havo bunga qattiq uriladi. D. Lekin T da bu uning aksi. Dod bilan dal ham xuddi shunday. Do, D, do, D. Do ham yo'g'on harflari istilo harflariga kiradi. Og'iz bo'shlig'i havo bilan to'lib do harfi chiqadi. Keyingi harfimiz S, so. S, so. Bu ham S ingichka o'qiladi, so yo'g'on o'qiladi. F, 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 F. To, T. To yo'g'on, T ingichka. L, ro. L, ro. Zo, z. Bunda ham ko'pchilik adashadi. Z ingichka harf. Zo esa istilo, ya'ni yo'g'on harf. Zo, z. Zo, z. G'o, xo. G'o, xo. A, ha. A, ha. A, ha. A, ha. A, ha. The, 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 the. Bularning ikkisi ham chuchuk holatda talaffuz qilinadi. Ha, ha, ha. Bunda ham ko'pchilik mana shu ikki harfni talaffuzda qiynaladi. Ha pastdan, ya'ni xalqimizning eng pastidan chiqadigan bo'lsa, ha bo'lsa sal qirilgan ohangda talaffuz qilinadi. Ha, ha. Mana shu yerda darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi safar, keyingi darslarimizda fathali holatdagi so'zlarni talaffuzini birgalikda ko'rib chiqamiz va birgalikda talaffuz qilamiz. Inshaalloh keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.